Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun Rayman qiyosi haqida to'xtalamiz. Bu Rayman qiyosi hozirgi shu yangi 1000 yillik, ya'ni 2000-yil biz 2020-yil bo'lsinmi? Ya'ni yangi 1000 yil bu. Yangi 1000 yil boshlandi. Mush yangi 1000 yillik qanda hal bo'lmagan shu 7 cho'ng matematika masalasining birisi bu. Clay matematika instituti mush masalani shu Rayman qiyosini hal qilganlarga $1 million mukofot berilganligini qanda e'lon qilganlik. Kim hal qila olsa $1 million mukofot ola oladi. Ammo bu $1 million bu masalani, bu qiyosni, Rayman qiyosini hal qilib $1 million tepishdan lotereya o'ynab $1 million tepish oson bo'lishi mumkin. Shaxsan men shuna qarayman. Ham bu vaqtda biz tafsiliy to'xtalamiz. Hamda Rayman qiyosining nimaligini, uni kim o'tirib qo'ygan degandek. Rayman qiyosini shu germaniyalik bir matematikchi hamda Bernard Rayman shu rasmdagi odam shu. Bu odam o'tirib qo'ygan. Bu 1800 ya'ni 19-asr o'tgan odam bu. 1857-yilda nashr qilgan shu nimsida bu o'tirib qo'ygan shunga bu Rayman qiyosi qanday 160 yillik masala bu. 160 yilning zal bo'lmadi. Shunga shu Clay saltirib ko'rsatib qo'ymay, Clay matematika institutining to'ripiga chiqib, mush masalani hal qilsa qanday $1 million mukofot e'lon qilganlik hech kim hal qilmadi men degandek. Endi shu Rayman qiyosiga nima deganda, shu Rayman nim deb mush odam nim deb o'ylaydi, nim deb qaragan desanglar, mush tipsallarning chastotasi shu funksiya iqtidorning harakati bilan zich munosabatli deb o'ylaydi. Ya'ni buni formula shaklida qanday mushalta, ma'ni zeta deydi, grekcha gap, men grekcha. Arab zeta shu bir qo'shilgan 2 dan 1 ning s-inchi darajasi, men s qanday darajani ko'rsatdim. Qo'shilgan 3 dan 1 men ko'paytirish emas, s yozg'ili bo'lmagach ham shunday ham yozdim hamda. 4 dan 1 s darajasi qo'shilganda cheksizlikcha. Mushiningki mushu qanday 0 bo'lgan qimmati bir tekshilikda, ya'ni bir koordinat sistemasida x y o'qning ichida bir vertikal shaklda bir siziq yotadi deb qaraydi. Ya'ni mushuna qimmat yaratadigan bir vertikal o'qning ustida yotadigan qimmat bor demoqchi. Hamda buni men sal turib tafsiliy tushundirman, nima demoqchi bo'lganligini. Eng avvalo biz Clay matematika institutining to'ripiga chiqib qarab boqaylik. Biz Google'dan Clay Mathematics Institute deb izlasak, yozsak qana shu Clay'ningki institut, matematika institutining qana o'rgan bitini topa olamiz va shuning aloqador mazmunini topa olamiz. Ya'ni Clay instituti shaxsiy foyda qo'g'lashmagan bir fond, ya'ni nerda joylashgan? Amerikaningki New Hampshire shtati Peterborough degan shaharda qanday yoki shu o'rinda joylashgan shaxsiy bir institut hamda matematika uchun. Bu institut maxsus yangi yillik hozircha ma'lum bo'lgan matematika masalalarini qanday to'plab, agar qaysini hal qila olsa, kim hal qila olsa, shunga $1 million mukofot berilganligini e'lon qilgan. Buni ham millennial problems deydi, millennium problems, 1000 yillik masala deydi. Bular qanchani tuzgan desanglar, kirdim. 7 masalani hozircha 7 masalani tuzgan bular. Ya'ni 1 2 3 4 5 6 7 7 masalani nima deb e'lon qilgan desanglar, 1000 yillik masala, matematika masalasi deb e'lon qilgan. 7sining qaysini hal qilsa $1 million e'lon qilgan. Ondan keyin 2003-yili Rossiyalik matematikashunos var, ismi Gregory Perelman o deyim ismi. Bu 7 masalının içindeki Poincare qiyas, Poincare conjecture deydi. Bu Poincare qiyası etsek bo'ldi. Yani 1904-yili şu Fransız matematikçi Poincare degan adam, şu matematik chiqqanda shuning o'tirib qo'ygan qiyosini isbotlagan bu Rus matematikçi. Ammo bu odam $1 million olmayman degan. Rad qilgan ilishni. Endi nima bo'ldi? Men o'qimadim. $1 million ilishni rad qilgan. Undan boshqa hozir nechta ishib qoldi desam, 6 ishib qoldi. Hozircha hozirning o'zidami
6 мәсьәле бар математика есе болмаған. Әлом болған. Қайсысын әл қыла алсаңлар $1 миллион берді. Деген біздің сөз дегеніміз қандай? Riemann қиясы. Мұшы Riemann қиясы. Riemann қиясы мен баям ағанда қандай? Мұшы zeta функциясы дейді. Мен сәл тұрып қатырын ечіп тәпсілі жөндірмен. Мұшының жығындысы қандай? 0-тен oldu. Onun için мұшы 0 қандай? Bir tik, vertikalını tik deyimiz o, tik. Koordinat sistemimizde tik bir kıymet aşı sızıqның üstüde boldu deb qiyas qilgan. Bunu endi isbatlısı boldu. Isbatlay alsаңlar. Bu degende hozir chiqqanda manchilik sınalgan. Bunu endi supercomputer deydi, o dərəcədən tashqari kompüterlar orqali bo'lmasa odam qo'li bilan manda isbatlab qo'yolmaydi. Yanılamganda hal qilinmagan endi kim qanday usulda bilib olsa hal qilsa bo'ldi. Men o'zim shaxsan nihoyat hayron qolganim va qoyil o'g'nim. Ma 160 yil burun qisham va 160 yil burun o'tirib qo'ygan masalan. U vaqtda dərəcədən tashqari kompüter yo'q. Shunga bular matematikçilar qanda bu matematikçilar adamning o'rmitini qo'zg'aydi va hayron qolarliq talant teksida mushun desek bo'ldi, bularni desek bo'ldi. Endi buni men xotir deb ichib tafsil tushuntiray. Endi bu Riemann qiyosini so'zlashdan burun eng avval sizga bu cheksizlikni qanday obrazlashtirish, qanday kallamizda qanday tasavvur qilish to'g'risida azroq bir misol so'zlamsam bo'lmaydi. Agar mushuni obrazlashtiramisanlar cheksizlikni. Buni tushunolmaysizlar. Masalan, men bir oddiy bir misol olsam, bir oshxona bor deylik. Bir oshxona bor. Nima degan siyat va bir oshxona bor. Bu oshxonada cheksiz ustal bor deb qaraylik. Bir oshxonaning qanday ustal cheksiz. Sen bir ustal, ikki ustal, 3, 4 qanday masalan birinchi ustal, ikkinchi ustal, uchinchi ustal. Cheksiz ustal bor, son yo'q. Cheksizlikni bunda tasavvur qilamiz. Son yo'q ustal bor. Hamda har bir ustalda liq miyman bor. Masalan, ma ustalda odam bor. Ma ustalda odam bor. Ma'nodan bor. Ya'ni bika ustal yo'q demakchi. Hamma ustalda qanday odam bor. Tuyuqsiz qanday ishikdan bir mehmon kirdi. Ishikdan kirib bu odam nima deydi o'zinglar? Bekor ustal bormi? Ustal. Bekor ustal bormi deydi. Shundan kutkish qanday? Kutkish nima deydi? Yo'q deydi, chunki bu cheksiz ustal bo'lsa-mu, son bo'lmasa, men cheksiz bo'lsa-mu, hamma ustalda odam bor. Ammo yana bir kutkishi bor. Bu bir matematikada o'qigan bir kutkishi bor-da. Bu nima deydi? Bor deydi. Qanday bor deganda? Bu darhol qayta o'rlashtirdi. Ma gap bek muhim. Diqqat qilinglar. Mushi gap qayta o'rlashtirish. Cheksizlikda bek muhim gap. Chunki qayta o'rlashtirish orqali cheksizlikning qiymatini o'zgaradi. Men saldir buni tushuntirman. Bu kutkichi qanday qildi? Birinchi ustaldagi mehmonni ikkinchi ustalga o'tkazsangiz dedi. Mehmon qayerga bordi? Ikkinchi ustalga bordi. Ikkinchi ustaldagi mehmon dedi. Uchinchi ustalga o'tkazsangiz dedi. Uchinchi ustaldagi 4 ga o'tkazsangiz deb ashunda har bir ustaldagini keyingi ustalga o'tkilang dedi. Shuning bilan bir ustal qanday? Bika oldu. Birinchi ustal. Shuning bilan ma'vo eng kelgan xarida qanday? Birinchi ustal kelib o'tirdi. Bu yutkilavasa qanday cheksiz bu. Demak, yana bir cheksizlikdan qanday bir cheksiz ustalning ichidan bir bo'sh o'rin chiqdi. Bu nima degan gap sanlar? Cheksizlikni bunday ifodalaydi-ku. Amaliyotda cheksizlik bilan mashq qanday? Ikkisi o'xshash. Tasavvur qilsanglar. Shunaqa?
mush masalani aytman, mush konkret masala, boshqa masalani o'ylamanglar. Mana mush ustal masalasida hozir qanday bir ustal chiqadi-ku, asl cheksiz turib ham bir o'rindiq chiqadi-ku. Mana mush hozir biz deyotgan cheksizlik masalasi, qo'shash, ilash, ko'paytirish degan. Buni mush usulda tafakkur qilsangiz bo'ldi. Anadan keyin birga men so'zlamoqchi bo'lganim Riemann qiyosi deydi. Bu Riemann qiyosi hozirgacha yechilgan matematikaning masalalarining birisi. Bu nima deb qaraydi desanglar? Buni matematika, ya'ni Clay universiteti, Clay matematika instituti universiteti debman. To'g'ri izlab baxsangiz bo'ldi. Clay Mathematics Institute. Clay Institute qanday? Agar kim shu Riemann qiyosini hal qila olsa, $1 million mukofot yo'qligini qildi. Hozircha hech kim hal qilmadi buninkini. Ya'ni mushadagi hal bo'lmagan qismini so'zlayman. Endi bu unda bo'lsa, Riemann qiyosi degan nima deganda? Riemann qiyosi. Bu Riemann degan bir donliq matematikchi bu. 19-asrda o'tgan. Bu odam deydi, agar buni yana grek tilida ma'rifni qanday zeta deydi. Bu shunday bir funksiya bor deydi bu odam. Buning argument, ya'ni qiymat qanday s deb olsak, agar mushu birdan boshlab cheksizlikgacha n'ning 8 darajasi qanday? Mushu qimmat oldi. Bu yerga s cho'qim qanday? Birdan cho'ng deb qaraydi. Endi buningda mushuning qimmatini faraz qildi. Bu nima deydi deganda, men buni hozir tafsiliy tushuntirsam, biz oldingi qitimliq darsimizda Ramanujanninki qanday? Ramanujanning barliq musbat butun sonlarning yig'indisining minus 10 bilan 1 o'rganib o'rgandik-ku. Endi bu dal ashuni tushudi. Masalan, matematika yig'indisi degan gap, ma'nosi. Masalan, s 2 tang bo'lgan chaqda s ni 2 tang deylik. Bu nima tang oldi desak, zeta qanday 2 n dan 1 go, n 1 dan boshlandi go. 1 ning 2 dan 1 darajasi qo'shilgan 2 ning 2 darajasidan 1 qo'shilgan 3 ning 2 darajasidan 1 qo'shilgan qanday cheksizlikcha, chunki mana cheksizlikcha elib borildi. Mushning yig'in desa qanday? Qancha bo'lganligini ifodalaydigan bir funksiya bu. Hamda bir matematik mushini, ya'ni mushining o'zini, masalan bu tang 1ning kvadrat nima bo'ldi? 1 oldu. Bu o'z keldi, tushunami? Qo'shilgan 2 ning kvadrat qanday? 4 dan 1. Qo'shilgan 3 ning kvadrat necha? 9, shunaqa? 9 dan 1. Mush tartib bo'yicha mangan chaqda bundan qanday? 6 dan pi kvadrat tang bo'lganligini isbotlab chiqadi. Mushu Riemann qiyosini qanday bir isbotlanib chiqdi demoqchi. Buni isbotlab chiqqan. Bu odam, bu to'g'risida to'xtalmaymiz hozir. Hamda bu miyadagi $1 million mukofot qanday? Buning berilmaydi. Bu emas. Riemann qiyosining da'vatqani bu deydi. Agar mushu san birdan cho'ng bo'lgan chaqda yoki s qanday? Qolgan bir sonning ichida, masalan,
Mesela. Mesela. Mani 1 desek, nima? Manfiy bo'lgan chaqda, S manfiy bo'lganda qanday? Masalan, -1 deyli. Bu teng 1ning qanday? -1 derecesidan 1 qo'shilgan 2ning -1 derecesidan 1 qo'shilgan 3ning -1 derecesidan 1 qo'shilgan 4ning -1 derecesidan 1 qo'shilgan qanday? Cheksizlikcha. Endi bu qanday bo'ldi desak, bu eksi, ya'ni eksi bu asli bo'ldi-ku. Ya'ni bir sonninki, masalan, x ning -1 derecesidan 1 teng necha oldu? X teng oldu-ku. Matematik o'rgangan bo'lsanglar. Shunaqa. Buni 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 3 qo'shilgan 4 o'zgaraydi, tushunami? Bu cheksizlikcha. Bu nimaga teng oldu? Buni Ramajon nima deb isbotlab chiqqan? -12 dan 1 teng oldu deb isbotlab chiqqan, tushunami? Oldingi sinf darsida biz so'zlagan. Endi mana qarasanglar, manda usul ne? Bu usul bag'ansir cho'ng'iydi, tushunami? Mana matematikada nima deydi desanglar? Ajratish deydi. Yoki ajratish, inglizcha divergence deydi. Divergence. Mavzucho cheksizlik yiqilishib ma'lum bir nuqtaga, bir songa yiqilishidir bu. Bu limitni o'rgangan bo'lsanglar, aslida obrazlashtira olasizlar. Buni nima deydi desanglar? Berikish deydi matematikada. Convergence deydi inglizcha. Convergence. Eng oxirida berikib qanda bir nuqtaga, ya'ni 6 dan pi kvadrat teng bo'ldi. Endi men ajratish cho'p cho'ng'ib ketdi, bu cho'ng'ib. Bu ma'lum bir nimaga teng bo'lmaydi, lekin Ramanujan qanday buni -12 dan 1 qilib isbotlab chiqqan. Shunaqa? Endi buning biz bu yerda degan nima demoqchi deganda, biz mushayatki zitani -2 deganda, -2 bo'lganda zita qanday? Bu zita funksiyoni yoki Raymondning qiyosiga bu zita funksiyasi deydi. Function degan funksiya. Qanday o'zgaradi desanglar? 1ninki -2 derecesidan 1 qo'shilgan 2ning -2 derecesidan 1 qo'shilgan 3ning -2 derecesidan 1 qo'shilgan 4ning -2 derecesi qo'shilgan bir qanday cheksizlik chiqanda bordi-ku bu. Buni hamda bu nimaga o'zgaradi desak, 1ning kvadrati qo'shilgan 2ning kvadrati qo'shilgan 3ning kvadrati qo'shilgan 4ning kvadrati qo'shilgan ana cheksizlik bordi bu. Hamda bu nimaga teng oldu deganda, biz oldin saf darsimizda, ya'ni Ramanujan qanday 1dan tortib cheksizlikcha musbat sonning yig'indisini qanday -12 dan 1 teng qilib chiqqan isbotlagan shunaqa. Endi ma uni kvadrat bo'lgan nima bo'ldi deganda, ya'ni shu Ramanujan bir formula isbotlab chiqqan. Bu yerda endi shunga bu Ramanujan 20 asrdagi davomli matematikchilarning birisi deb qaraldi. Endi Ramanujanning bu formulasi Ramanujan xulosasi dedi. Ramanujan xulosasi. Bu Ramanujanning xulosasi nima deganda, bir sol tarafda bir funksiya bor. Masalan, f1 qo'shilgan f2 qo'shilgan f3 shuna bir men o'xshaydi, aniq shakliga diqqat qilsanglar. Bu teng nimaga teng desanglar, 2 dan -2 dan f0 qo'shilgan i. Men i degan murakkabsan, kompleksan deb o'rgangan-ku. Ayning qiymati necha teng? -1 teng ku. Agar integral degan bo'lsanglar, men tushunalaysizlar. Agar buni formulani tushunalaysizlar, cheksizlikcha buni tushunmasanglar, tushungan qilib kirib olsanglar bo'ldi. Integral degan bo'lsanglar. F qanday it ma bir formula.
Ramanujan yekilep chiqqan formula mı abi? Ne deydi? Bu nima degan gap sanglar? A qo'shimiz B tang, B qo'shimiz A. Bu bir formula ku bu. Bunda yekilep to'g'ri ku? Ramanujan qanday mushni yekilep chiqqan. Matang ha? Endi biz dal mushundan foydalanib 1 kvadrat qo'shilgan 2 kvadrat qo'shilgan 3 kvadrat qo'shilgan 4 kvadratdan mushni qanday necha o'g'liligini isbotlab chiqamiz. Ramanujan xulosasidan foydalanib. Unda bo'lsa ma sol taraf qanday? Mane sol tarafni nima deb izolaymiz sanglar? Ash zeta funksiyasiga asosan qanday? Intang 1 yani mane. Zeta funksiyasidan foydalanib cheksizlikcha qanday? N'ning kvadrati ku. Mushning o'zi tang bo'ladi. Minus 2 dan 0 o'zi keldi. Qo'shilgan I murakkab sana kompleks san o'zi kelib turdi. Integral 0 dan cheksizlikcha bu yerda I'ning qiymati qanday? Minus 1. Shunaqa ku? I o'zi keldi, men 1 deb yozay, buni tushunmay qolmanglar. Bu yerdagi T hamda bu yerdagi T. I T bor. Ma'ning da'vatqini o'zi nima? Ma kvadrat ma. Kvadrat. Ma n'ning kvadrati ku. O'z funksiyani o'z bit olamiz ha. Kvadrati olamiz ma'ning o'xshashi. Minus I T kvadrat o'z bit keldi. 2 dan i'ning 2 pi t olamiz 1. Ana dt o'z keldi. Hamda buning o'zi minus mana 10 tarafga chiqarib o'tay. 10 tarafga o'z pilos oldi 2 dan f0 qo'shilgan qanday? N tang 1 n'ning kvadrati qanday? Cheksizlikcha. Bu I cheksizlikcha I 2 pi t olamiz 1. Hamda ma I nimaga tang sanglar? Minus 1 tang. Kompleksdan degan bo'lsanglar minus 1 tang I. Buning minus 1 ning kvadrati nima bo'ldi? Minus 1 ning kvadrati I ning kvadrati nima chiqdi? Minus 1 chiqdi, shunaqa. Shunga bu kompleksan deydi. Ma t o'z qanday? T kvadrat chiqdi. Unda bo'lsa ma bu minus bilan qanday? Minus keldi, minus t ning kvadrati. dt. Endi mavi qarsanglar bu tang I cheksizlikcha I 2 pi dan t minus 1. Ma musbat bilan musbat yeyishib qanday? Minus t ning kvadrati minus plus t ning kvadrati bo'lib ketadi. Shuning bilan qanday? Ma 0 dan olib ketadi. Bu 0 dan olib ketgandan keyin ma ham qanday? 0 dan oldi degan gap. Ya'ni biz buni nimaga erishimiz desanglar, 1 ning kvadrati qo'shilgan 2 ning kvadrati qo'shilgan 3 ning kvadrati qo'shilgan 4 ning kvadrati musho qanday cheksizlikcha h-ning kvadrati nimaga teng bo'ldi? 0. 0 teng bo'ldi. Bu faqat berkish oltilam kuchkiga cheksiz bo'lgan chaqat qanday? 0 oldu.
nima? Tarqitish oldida. Divergence hamda ingliz divergence deymiz. Bu mayli 2 dərəcəsi olsun, yoki 4 dərəcəsi olsun, yoki 6 dərəcəsi olsun. Bu nima degan gap desanglar? Aşo zeta funksiyasininki, ya'ni zeta funksiyasini bir yozay. Shuni n-dan 1 ns-dan 1 shunaqa. Shuning ichida agar s nimaga teng bo'lsa, -2, -4, -6, -8. Ya'ni jup manfiy sonlar bo'lgan chaqda, masalan -2 bo'lgan chaqda dal shu -2 bo'lsa nima bo'ldi? -2 degan gap shu 1 ning kvadrati qo'shilgan 2 ning kvadrati qo'shilgan 3 ning kvadrati qo'shilgan 4 ning kvadrati cheksizlik ichmi shu -2 bo'lganda. Bunda bo'lgan chaqda bu zeta funksiyasiga Riemann zeta funksiyasi qanday nimaga teng bo'ldi? 0 ga teng bo'ldi. Mayli 4 ulamda, 6 ulamda, 8 ulamda hammasi nimaga teng bo'ldi? 0 ga teng bo'ldi. Hamda bu mishadki hamda naq gap kelsak, bu Riemann nima deydi desanglar? Buningdan boshqa shu sonlar s qiymat olgan buni qanday? Arzimas 0 deydi atalg'usi bularni. Arzimas 0 yoki inglizcha trivial 0 deydi. Arzimas 0. Mushlardan boshqa ne? Bulardan boshqa ne? Mushu zeta funksiyasini 0 qildigan yana bir qimmat bor demoqchi. Mushu dal hozir 1 million dollar mukofot berilgan masala mushu. Ya'ni uni qanday qilgan chaqda dal 1 million dollar mukofot oldi demoqchi. Bu nima deydi desanglar? Hozirgacha hamda buni taxi yechib chiqadigan odam chiqmadi. Hamda buni hamda hozir tepish eng tez bo'lgan 1 million dollar deb qarsak ham bo'ladi, chunki agar lotereya o'ynasimi balkim buni yechib chiqqandagi ehtimolli lotereya o'ynagandan cho'ngroq bo'lishi mumkin. Ana degan bu men boya misol oldim bu ustal cheksiz yaqinlashtirgan ustal degandek. Ya'ni bir ustalning o'rnidan yana bir ustalga bo'shtilgan demoqchi-ku. Hamda men mushu Riemanningki qanday bir paradoksni shuningdan foydalanib bir hisoblasak, Riemannning paradoksi masalan bir cheksiz sonlar yig'ini nisbatida cheksiz bir sonlar. Bu odam nima deydi desak, Riemannning paradoksi cheksiz sondan cheksiz son ilvatsak pi teng deydi. Hamda buni isbotlash uchun buni men isbotlamayman. Bu darsda buni isbotlamayman. Faqat mushuni ulini yana cheksiz sonlarning qanday yig'insak ayrimsini qanday bo'laligini hozir ko'rsatib qo'yman. Chunki siz cheksizlikni qo'shgandek olgan chaqda men xuddi dastlabda misol keltirgandek oshxonadagi qanday ustalni birinchi ustaldan ikkinchi ustalga o'tkazsak, ashuna obrazlashtirib olsanglar, andan keyin tushuna olasizlar, buni tushunolmaysizlar. Masalan, bu odam deydi bir cheksiz sonlar bor. Masalan, bir olimiz 2 dan 1, qo'shimiz 3 dan 1, olimiz 4 dan 1, qo'shimiz 5 dan 1, olimiz 6 dan 1, qo'shimiz 7 dan 1. Shunaqada cheksizlikcha, mana olimiz olimiz qanday cheksizlikcha bordi. Buning o'zi nima ekan? ln 2. Bu ln 2 degan gap logaritm i asos 2 demoqchi. Logaritm degan bo'lsanglar. Shunday qanday bir cheksizlikning qanday shu ln 2 tang bo'lib chiqqan, isbotlab chiqqan demoqchi. Endi buningdan foydalanib turib qanday bu odam biz mushni qanday shu cheksizlikni qo'shash ilishdan foydalanib mushadiki men dastlab tilag'an qanday birinchi qitim nima deb oldim? Diqqat qilsanglar.
qayta o'rlashtirish bek muhim. Mavseldan mavselga, mavseldan mavselga o'rlashtirish, qo'shash deganda qanday? Hozir shuningdan ifodalab chiqaramiz. Ma'o ikkisi qanday teng. Buni darajadan tashqari kompyuter bilan hisoblab chiqargan buni. Buni qo'shsa, qimmat mushning teng bo'ldi. Endi buni mana sol tarafga tenglimining sol tarafı qaranglar. 1 alamiz 2 dan 1, qo'shimiz 3 dan 1, alamiz 4 dan 1, qo'shimiz 5 dan 1, alamiz 6 dan 1, qo'shimiz 7 dan 1, alamiz 8 dan 1, qo'shimiz 9 dan 1, alamiz 10 dan 1, qo'shimiz 11 dan 1 degandekchi, alamiz 12 dan 1, qo'shimiz 13 dan 1 bunda qanday cheksiz davomlashadi bu. Mushuni qayta o'rlashtiramiz. Xuddalik oshxonadagi ustalni qayta o'rlashtirgandek. Qanday o'rlashtiramiz deganda, eng avval 4 birlik bor-ku. 4 butun bo'ladigan, maxraj 4 butun bo'ladiganni bir elib olamiz. Diqqat qilinglar. Mana 4 masalan -4 dan 1, nimbayana -8 dan 1 bor. -10 dan 1 ma'ni, ya'ni cheksiz bu. Cheksiz bu. 4 butun bo'lgan 12 dan 1, 16 dan 1 degandek 20 dan 1 cheksiz u sonning cheki yo'q. Kallangizda qanday bir yerga qo'yinglar bularni. Ondan keyin ikkinchi qitim 2 ga butun bo'lingan bulardan boshqa ma'ni chiqarib olsak, ya'ni ma'ni ya'ni cheksizlik chiqarib olsak, nima qolib qoldi? -2 dan 1, 6 dan 1, -6 dan 1. Ya'ni-chi? Ama 10 emaskin, ama 12 ekan, chunki 10 4 butun bo'linmaydi. Emas. 10 dan 1 ma'lani chiqarib olsak, ma'ni yana bir yerga kelib turinglar, ko'nglingizniki. Buni yana yozib turaylik. -2 dan 1, -6 dan 1, ma 2 butun bo'lingan, 4 butun bo'linmaydigan 2 butun bo'lingan. -10 dan 1. Buningda qanday cheksiz bor. Endi eshib qolgani nima bo'lsak, eshib qolgani bularni. 1 qo'shilgan 3 dan 1, yana nima eshib qoldi? Asosiy taq eshib qolibdi-ku, 5 dan 1. Qaytmada guruhlab oldik. Hammasini qo'shgan bilan o'xshash. Qo'shimiz qanday? 7 dan 1. Qo'shimiz 9 dan 1. Mush taqsalar eshib qoldik. Endi buni qayta guruhlab qo'shimiz. Buni qo'shganda 1 shunaqo, ma 2 dan 1 miya keldi. Chunki qimmat o'zgarmaydi-ku mana. 2 dan 1. Buni bir tirnoqchiga yozib olamiz. 4 dan 1, ma 4 dan 1 keldik. Bu o'xshash hozir men o'rnalmashtiryapman. Sizlar tushunish asosi uchun ma'ni ilib oldim. Ondan ikkinchi keyinda 3 dan 1 shunaqa, 3 dan 1 olamiz 6 dan 1. 6 dan 1 keldi. O'xshash men o'rn almashtiryapman. Ilingan 8 dan 1 olamiz 10 dan 1. Ilingan 12 dan 1 olamiz 14 dan 1. Ilingan 16 dan 1 olamiz 18 dan 1 degandek cheksizlik mushbet davomlashadi demoqchi. Ma'ni qanday o'rn almashtirib mandalatga yozildik. Ma'shkis teng amaliyat, o'xshash ma'ni bilan ma'voshkis bir gap. Ikkisi o'xshash. Hamda diqqat qilsak, 1 dan 2 dan 1 ilib olsak nechasi qoldi? 2 dan 1 qoldi. Olamiz 4 dan 1 keldi. 3 dan 1 dan 6 dan 1 ilib olsak qancha? 6 dan 1. 8 dan 1 keldi. 5 dan 1 dan 10 dan 1 ilib olsak necha? 10 dan 1 qoldi, tushunami? Qo'shimiz 10 dan 1. Alamiz 12 dan 1, qo'shimiz 14 dan 1. Alamiz 16 dan 1. Qo'shimiz 9 dan 1 dan 18 dan 1 ilib olsak qancha? 18 dan 1. Mush qanday cheksizlik chiqmadi. Davomlashadi mushu. Qarasanglar, mana bir ifoda keldi shunaqa. Amaliyotda mushuning o'zi nimaga tang? Ma'niga tang. Chunki biz hech nimani qatmadik, mushundan o'rni o'tkazib bilan chiqaryapmiz, o'ralmashtirib bilan. Xuddalik ustal almashtirgandeklar. Mushuning o'zi nimaga tang desak? Mushuning tang.
Əslidikisidan qoy bu hech qanday qimmat damadim, amidim o'rin almashtirdim. Əslidikisi mi? 1 alamiz 2dan 1 qo'shimiz 3dan 1 alamiz 4dan 1 qo'shimiz 5dan 1 alamiz 6dan 1 qanday shu qo'shimiz cheksizlik ichi bordi-ku, hamda o'xshash mashqisi. Endi diqqat qilinglar. Ma birinchi son bilan birinchi sonni solishtiringlar. Ikkinchi son bilan ikkinchi sonni solishtiringlar. Bu ma'ni o'zi nimaga teng? ln 2 ga teng-ku. Chunki ma'ni o'zini asli son teng qilib olgan, asli son ln 2. Sol taraf ln 2 shunaqa. Endi o'ng taraf qarasak, ma sonning qanday? Birinchi sonni o'zgartib 2 2dan 1. O'xshash gap qo'yma bu. Alamiz 2 4dan 1. Qo'shimiz 2 6dan 1. Alamiz ma'ni bilan qanday? O'xshashma bu. Faqat 2 oldiga kelyotdi. U vaqtda biz ma'ni nima qila olamiz? 2 ni chiqarib ma'sini yoza olamiz. 2dan 1. Alamiz 4dan 1. Qo'shimiz 6dan 1. Alamiz 8dan 1. Qanday? Qo'shimiz ma'ni bilan o'xshash amaliyotda. Ma'san bilan o'xshash. Demak, bu qanday? ln 2 teng 2. Ma'ni o'zi nima? ln 2 ga teng. ln 2. Qaranglar. Bu nima degan gap desanglar meyli. Bu 1 bilan 2 teng demakchi. ln bilan 2 ln teng degan gap 1 2 teng demakchi. Endi mushiga kelgan chaqda o'ylashinglar mumkin. Bu xatomidi yoki bu matematikadan chatoq chiqqanmidi deb. Amaliyotda matematikadan chatoq chiqmadi. Bu yerda bir masala bor. Qanday masala desanglar, men boshlagan chaqda men mush hisoblashni bir narsani eslatgan. Qayta o'rinlashtirish bek muhim deb. Qayta o'rinlashtirish bek muhim. Amaliyotda qarasanglar, ma'noga bir o'rin chiqargan bilan keyingisi qanday o'zgargan bilan uning ikkisi qanday o'xshash olmaydi. Ya'ni cheksizlikda, shu esingizda bo'lsin, cheksizlikda o'xshash bir cheksizlikni o'rin almashtirsak, o'xshamagan bir cheksizlik chiqadi. Amaliyot unda bo'lmaydi shunaqa. Masalan, a qo'shilgan b, cheksizlikka qaranglar. Qo'shilgan c bilan c qo'shilgan b qo'shilgan a o'xshash-ku, bu ikkisi o'xshash gap-ku, ammo cheksizlikda o'xshamaydi. Ya'ni biz da'vatgan cheksizlikni tafakkur qilganchada o'xshamaydi buniki. Bugungi darsimiz shugacha. Tushungan nuqtalar bo'lsa yoki o'zingizning boshqa ko'z qarashi bo'lsa, asl shaklda fikrlarni o'rtoqlashsangiz bo'ldi. Rahmat.